G'iybat boshqalarning dini, xulqi, jismi, moli, farzandi, ota-onasi, eri yoki xotini to'g'risida bo'lishi mumkin. Ya'ni bir joyga o'tirganda kimnidir dinidagi amalini ustiga gapiriladi, palonchi unaqa qilmaydi deydi. Jismidagi bir kamchiligi bo'lsa, uni gapiriladi. Molida nimadir bo'lsa, uni gapiradi. Farzandi, ahli ayoli, eri, ya'ni g'iybat mana shu narsalarga qaratiladi. G'iybat so'z bilan bo'lishi mumkin. Ulamolar aytibdilar yoki qalam, yozma bilan bo'lishi mumkin. Qalam qanaqa? Buni bugun isbotini biz bilib turibmiz. Qalam bilan g'iybat qanaqa bo'lar degani yozuv bilan internetda-da. Internet keng makon, maxfiy makon, nomini almashtirib qo'ysa kim yozayotganini bilmaydi. Chiqib bilgan, bilmagan narsasini bitta odam g'iybat yozib qo'yadi. Uni orqasidan 10 ta, 20 ta, 50 ta, 100 ta odam unga sharh yozadi. Shunga qo'shilib, aslida o'sha g'iybat qilinayotgan odamni ko'rmagan hayotida, tanimaydi, bilmaydi. Lekin qo'shilib yozaveradi. Unaqa ekan, noto'g'ri qilibdi. To'xtang, faqat bir tomon bilan xulosa qilmang. Tangani ikkinchi tomoni ham bor. Siz birinchidan o'sha bitta savol berib ko'rishimiz kerak. Shu bir odam birovda g'iybat qilib internetda, ijtimoiy tarmoqqa post qo'yibdi, yozibdi 3-4 qator, 10 qator yarim bet narsa. Shuni o'qib munosabat bildirish menga kerakmi, yo'qmi u? Meni dunyomga, oxiratimga shuni foydasi bormi yoki yo'qmi degan savolni berib ko'rish kerak. Shuni o'qib bir narsa yozib, birovni gunohiga kirib, bilmagan narsaga erishgandan ko'ra o'qimay qo'yaverish kerak, yozmay qo'yaverish kerak bo'ldi. U so'z bilan aytilgan ham g'iybat, yozilgan narsa ham g'iybat bu.